Inson uchun eng og'riqli narsa nima ekanini bilasizmi? Bu munosabatlardagi kutish hisoblanadi. Sababi er-xotin munosabatida bir-biridan e'tibor, mehr kutish, sovg'a kutish, qo'llab-quvvatlash kutish. Qaynona-kelin munosabatida yaxshi gap gapirishni kutish va hokazo. Umuman insonlar orasida bir-biridan kutiladi va oqibatida ololmagan narsasidan og'rinadi. Mana shu narsa insonlar uchun og'riqli hisoblanadi. Bunday holatda nima qilish kerak? Siz tushunishingiz kerak, atrofdagi insonlar sizni ichingizdagi narsani kutuvingizni bilmasligi mumkin. Va eng avvalo hech kimdan hech narsa kutmaslikka odatlaning. Qilayotgan xizmatingiz, berayotgan mehringizni sidqi dildan berishga o'rganing. Yoki bo'lmasam kutuvingizni ochiqchasiga aytishga ham haqqingiz bor. Ya'ni siz o'zingiz nima xohlashingizni avvalo tushunib olishingiz va o'sha narsani turmush o'rtog'ingiz, yaqinlaringizdan so'rashingiz, buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.